Assalomu alaykum bizni kuzatib turuvchilar. Hozir men aynan shu do'konchilar va xizmatda ishlaydiganlar, ya'ni kim taroz ishlatsa, o'shalar uchun bir zo'r layfhak ko'rsataman. Agarlarga haqiqatan ham foydali bo'lgan bo'lsa, like deb bosib qo'yamiz va obuna bo'lib qo'yamiz, chunki layfhaklarning eng zo'rini men endi qo'yib borishda davom etaman. Masalan, bir kishi keldi, sizlarga aytdiki, bir 50 ta mana shundan kerak dedi. Shikalachadan yoki buni chupa-chups misolida ko'rish mumkin yoki oddiy qurut misolida ko'rish mumkin. Buni sanab o'tirishga yoki odam ko'p vaqt bo'lmagan vaqt sanab o'tirmaysizdan ushtasini, to'rttasini, mana 3tasini deylik qo'yamiz ustiga. 3 raqamini bosamiz. Mana buni bosamiz. Yana 3 raqamini bosamiz va yana bitta shu knopkani bosamiz. 3 ta dona ko'rsatdi. Endi buni qo'rqmasdan, hovuchlab sanamasdan solaverasizlar. Sanog'ini ko'rsatib beradi mana. 28 ta. Sanog'i ham to'ppa-to'g'ri chiqadi, bu isbotlangan. Buni men sinab ham ko'rganman videodan olishdan oldin. Sizlar ham xuddi shunday qilsangizlar bo'ladi mana. Bitta qo'yaman, ana 3 ta bo'ldi mana. Agar kimga yoqqan bo'lsa, kimgadir foydali bo'lgan bo'lsa agar, like ni qizartirib qo'yamiz.